24-mart ijtimoiy tarmoqda bizni kuzatayotgan obunachilar. Mana sentyabr oyida payvand qilgan giloslarimizni bu tag'ini boshladik. Bu qo'ton Sweet Lawrence, Sweetlarni 5 xil sortini payvand qilganman. Ertaki navlar, o'rtaki kechga gilosni 20 dan oshiqlarini payvand qilganman. Mana birinchi yillar o'sha gullayapti. Ko'ribsizlar. Sweet Lawrence gilos bir sezonda erta tugab qoldi. Sababi gilos ko'chatimiz ozroq edi, lekin noyabr oyiga xudo xolasa 100 ming tana atrofida bor. Zakaz berishni may oyidan boshlayapsizlar. Gilosdan boqmoqchi bo'lganlar 10 dan sveji o'zim ko'chirib beraman. Birata sort aralashib berdi. Ko'chat xudo xolasa holatlari zo'r holatda bo'ladi. Mana ko'karishlari zo'r. Xudo xolasa bu may oyini oxiriga borib shakl berishga keladi. Kimga qanaqa ko'chatlar kerak bo'lsa, mana yer maydonimiz 1,5 gektardan iborat. Ko'karishlari, ko'chatlari zo'r. Mana ularni ham o'sha gullayapti. Birinchi yilaq, pindiyaq. Bunimiz bu qo'tonimizdan Sweet Lawrence, Skina, Giant Red, Early Lawrence, Nimba juda ko'p navlar payvand qilganman gilosda. Xudo xolasa noyabr tayyor bo'ladi. May oyidan zakazni olishni boshlayman. Nomerlarim 88 957 27 27. Bir yilda gilosdan boqqanlar noyabrda xudo xolasa zakaz berishni boshlaymiz. Zakaz qilganlarni ko'ribsizlar, ko'chatlarimiz holati zo'r. Ko'karishlari o'pishi zo'r, mana 100% ideal holatda. Kanalni rivoji uchun bittadan like bosib qo'yasizlar. Kimga qanaqa mevali ko'chatlar kerak bo'lsa, Farg'onali bog'bon kanalida bor. Xudo xolasa ko'chatlarimiz sifatiga, sortiga garantiyya beramiz. Sog' bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etinglar.